Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoq kuzatib boruvchilari, bugun biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Chordara mahalla fuqarolar yig'ini hududidamiz. Mana ko'rib turganingizdek, shu tashlama soylari, ya'ni mahalliy ariqlar, ya'ni mahalliy sabzavotchilikni yetkazish, bu mahallaga suvni bekami ko'z yetkazish uchun bir necha yillar oldin qilingan va bu bo'yicha hozir o'sha vatxozmi yo bo'lmasam qaysidir mineratsiyaga qarashli bo'lgan bu mana Chordara hududidan o'tgan ariqni ko'ryapsiz. Ya'ni hech kimga yashirin emas, bu yerda Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida suv ombori bor. Suv omboridan chiqqan suv bilan shu mahalliy ariqlar tashlama soy orqali keladi, keyin mahallaga bo'linadi. O'zbekiston Respublikasining prezidentining bir nechta yig'ilishlarda, ya'ni o'sha bizga qimmatbaho bo'lgan suvni isrof qilmaslik, kerak bo'lsa o'sha betonlanmagan ariqlarda ham o'sha mahalliy byudjet tomonidan ham betonlashtirish, bu bo'yicha favqulodda vaziyatlar boshqarmasi nazoratga olinishi bo'yicha kelgusida suv toshqinlarining oldini olish, uni suvni nazorat qilish bo'yicha bir qancha tashkilotlar ham bor, lekin hozirgi kunda ayanchli holat, ya'ni Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Chordara mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi mana shu ko'rib turgan ariqlaringizni mana to'lgan va abgor holatda turibdi. Endi buni bir necha yillar oldin ham aytganmiz. Ya'ni mana turpoqlarni qaqa olib boradi, kim olib boradi? Qaysi tashkilot qiladi deganmiz. Lekin o'sha mahalda shu ariqlar qazilgan. Lekin mana hozirgi holatni o'zingiz ko'rib turishingiz mumkin, juda ayanchli holatda turibdi. O'zbekiston Respublikasining qimmatbaho bo'lgan, ya'ni suv bo'lmasa bo'lmaydi. Har qanday narsa ekin-tekin ham suvga bog'liq, lekin suvni to'g'ri yetkazish va to'g'ri taqsimlash uchun asosiy muhim rol o'ynagan bu tashlama soylari va mahalliy ariqlarni hozirgi paytda o'z vaqtida qazib tozalanmaganligi oqibatida mana kelgusidagi suv o'sha suv omborlari, rezervuarlardan tarqalgan suvlar qay darajada mahallaga yetib kelishi, lekin ertaga bu to'lgan soylardan kelgusida suv toshib chiqadigan bo'lsa, kompensatsiya masalalarini kim qiladi degan masalalar hali ham og'riqli nuqta bo'lib turibdi. Shuning uchun bu holatlar bo'yicha alohida mutasaddi tashkilotlar nazoratga oladigan umiddamiz va kelgusida bu mahalliy ariqlarni, ya'ni hozir shu mahalliy ariqlar yo'q joylardan betonlashmagan joylar betonlashib turgan paytda bu beton ariqlarning ichlari to'lib turganligi, bu afsuski bu juda ham ayanchli holat. Hozir O'zbekiston Respublikasining prezidenti tomonidan jon kuydirib buni tashabbus qilib turgan bir paytda bizga qimmatbaho bo'lgan obi hayotni, ya'ni u ichimlik suvi bo'ladimi, sug'orish suvi bo'ladimi, buni isrof qilmaslik bo'yicha, lekin buni tozalash, buni obodonlashtirish qilish, ekologik vaziyatni to'g'irlash bo'yicha bir nechta qaror farmoyishlari turishiga qaramasdan Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidagi bunaqa holat, balkim bu bittasini biz ko'rayotganmiz. Balkim bu O'zbekistonda bir qancha joylarda bor og'riqli nuqtadir, lekin bu qachondir bu narsalar bo'yicha yechimini topish kerak va yechim topish uchun asosiysi o'sha mahalliy hokimiyat, mahalliy organlar tomonidan bular nazoratga olinishi kerak. Ya'ni o'sha eski mahalladan bo'lib kelgan, ya'ni biz qadriyatimizdan kelib chiqib, kerak bo'lsa shu mahallani o'zini ham hasharga chaqiradigan bo'lsa, hashar bu yo'li bilan ham tozalasa bo'ladi. Lekin afsuski mana mahalla uyushmagan joyda, ya'ni mahalliy hokimiyat tomonidan kelib bularni bir yoqadan bosh chiqartirmagan davlat tashkilotlari xodimlarini hozirgi kunda bularni qilib olib borayotgan ishlarini qanaqa darajada oqlashdi, men ham bilmay qoldim. O'ylaymanki, Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidagi bunaqa hududlar yo bo'lmasa Farg'ona viloyatidagi boshqa hududlardagi shunaqa abgor holatga kelib qolgan, imkoni bo'lgan, lekin tozalash imkoni bor, lekin tozalanmagan shunaqa mahalliy tashlama soylari yo bo'lmasam ariqlarini to'g'irlashda amaliy yordam beradigan umiddamiz. Bu holatlar bo'yicha nazoratga olinishini so'rab qolamiz. Chunki yana bir marta aytaman, bu suv, o't balosidan ertaga bu kattaroq suv ochib qo'yiladigan bo'lsa, mana ko'rib turibsiz, mahalla bor, albatta mahallaga bemalol uylarga kirib ketadi bu suvlar. Shuning uchun barchani hushyorlikka va hozirgi paytda olib borayotgan islohotlarimizga, siyosatimizga to'g'ri ishlashini so'rab qolardik va bu bo'yicha barcha mutasaddi tashkilotlardan yordam so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.